Man Baxtiyor Mansur, O'ktam o'g'li. Yoshim 25 da. Shu sexda asbob sozlik va texnologik uskunalar ishlab chiqarish sexida 6 yildan beri ishlayman. Ishga kirgan yilim 2019-yil. Chirchiq shahar sanoat kasb-hunar kollejini tamomlab, zavodga imtihon asosida kirganman. Birinchi kelgan kunim menga yangilik bo'lgan. Zavodga kelib, sexga kirib, stanoklarni ko'rib, chunki ko'rmaganman bunaqa stanoklarni ishlashini. Toker bo'lib ish faoliyatini boshlaganman. Boshida qiynalganman ishni o'rgangunimcha. Keyinchalik ustozlar o'rgatib ishni sekin-sekin. Ish faoliyatimni bu chepu stanokda 4 yildan beri ishlab, o'rganib, mahsulot ishlab chiqaraman. Bu stanokni avtomatlashtirilgani qiziqtirib qo'ygan o'zimga. Chunki 80% ishi avtomatlashtirilgan va dasturiy ishlaydi bu stanok. Stanogimiz 100% vozdux bilan ishlaydi. O'zini sovutish hisobida suv bilan ishlaydi. Vozdux kamayib qolsa, xato ko'rsatib, ekranda xatolik ko'rsatiladi. Yechim topilib, yana faoliyat boshlanadi. Suvi isib ketsa yoki kamayib ketsa ham atkazib beradi, ekranda xato ko'rsatiladi. Stanok qizil yonib qolib, xatolik ko'rsatgan taqdirda o'zim yechimni topib, o'zim ishga tushirib qayta ishlashga tayyorlayman stanokni. Metalli diametriga, uzunligiga bog'liq bo'ladi. Bizga yarim tayyor mahsulot keladi. Molibden, Ershes. Bu stanogimiz orqali mahsulotga ishlov beramiz. Freza ishlab chiqaramiz. Svirlo ishlab chiqaramiz. Frezalarimizni diametri 3 mm dan tortib 25 diametrgacha ham chiqara olamiz va uning tishlari 2 ta zubdan tortib 6 ta zubgacha ham chiqarib beramiz. Svirlolarimiz 3 mm dan 25 mm gacha ham, uzunligi 100 mm gacha ham ishlov berib, mahsulot chiqarib beradi. Men ishlab chiqargan mahsulotlar ekspert bo'lishdan tashqari o'zimizda ham ishlatiladi. Mana shunaqa chepu stanoklarga qo'yilib, frezalash, teshish ishlarini amalga oshiradi. Men ishlab chiqargan mahsulotlarimni ish jarayonini kuzatib va yana o'sha chiqargan mahsulotlarim yordamida yana bitta mahsulot ishlab chiqarilishini ko'rib, xursand bo'laman. Asosan diametri bo'yicha 9-10 diametrli freza svirlolar bu stanokda osonroq, chunki o'rtacha hisobda bemalol yuzasini ko'rsa bo'ladi. 9-8 mm dan pastda, 3 mm dan yuqori diametrdagi freza svirlolar tekshiriladi. Orada mahsulot treshina bergan bo'lishi mumkin yoki brak holatda kelgan bo'lishi mumkin. O'sha holatlarda sal qiyinroq bo'ladi. Kattaroq freza yoki svirlo detallari osonroq ishlab chiqariladi. Faqatgina boshqaruv bilan boshqariladi. Sensor displey orqali. Qo'l mehnati yo'q stanok bo'yicha. Asosan vazifani o'zi bajaradi. Qiyinchiliklari dastur yaratish. Ya'ni o'sha ishni qilish bo'yicha sxemani tuzib, stanokka bajarish uchun berish. Ko'p narsalari razmerda hisoblanadi. Millimetrdan sotka hisobida yoziladi razmerlari. Faqatgina ishlash jarayoni avtomatlashtirilgan, qolgan dasturiy ta'minotlari inson kuchi bilan qilinadi. Ya'ni yaratiladi dastur, razmerlari yoziladi, frezani diametrlari, uzunliklari va nechta zub ochilishlari hammasi hisobga olingan holatda dasturga kiritiladi va stanokka buyruq beriladi ishlash jarayonida. Agarda kamchiligi chiqsa, stanok atkazib beradi. Texnika xavfsizligi bu stanokda birinchi o'rinda deb o'ylayman, chunki hamma detallarida o'zining datchiklari bor. Qaysidir detalli ishlamay qolgan holatda har birida atkaz chiqaradi, qizil yonish hisobida. Bu stanok inson uchun xavfsiz ish amaliyotini bajarib beradi, chunki kompyuterdan boshqariladi. Masofa orqali, shuning uchun xavfsiz ishlaydi. O'rtacha hisobda bir kunda 8 soatdan 11 soatgacha bo'laman. Meni kamroq ishlat deyishi mumkin, lekin xursand bo'laman. Chunki idealni chiqadi. Ishlashda mahsulotni boshlanish nuqtasidan oxirgi nuqtasigacha tafsilot boshqacha bo'ladi. Chunki stanok millimetrdan desetka hisobida bemalol xatosiz ishlab beradi, mahsulot chiqarib beradi. Biz yoshlarga prezidentimiz juda ko'p qulayliklar, imkoniyatlar yaratib berganlar. Bu bilan faxrlanaman. Chunki har bir sohada yoki yo'nalish o'qish, ish, har bir sohada yoshlarimizga juda qat'iy yo'nalishlar berib, har doim qo'llab-quvvatlaydilar. Shu imkoniyatlardan men o'zim ham foydalanishga harakat qilaman. Chunki imkoniyatlar cheksiz. Hamma imkoniyatdan foydalansa bo'ladi. Hozirgi holatda yoshlarimiz, biz yoshlarga sharoitlar juda katta yaratib berilgan. TMKning yoshlar
orasida bo'lganim uchun faxrlanaman. Chunki har doim biz yoshlarga til o'rganish bo'yicha kurslar ochilish, yangi mana chepu stanoklari bo'yicha chet davlatga borib o'rganib kelishlari, yoshlar bilan rahbar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Rahbarimiz hammamizning fikrlarimizni eshitib, yo'nalishlar bildirib, o'qitish tizimi institutga misol uchun qabul o'qish uchun shunaqa imkoniyatlar yaratilyapti. Chepu stanoklari uchun dasturiy ta'minotlarni o'rganmoqchiman. Olib kelinayotgan yangi stanoklarni ishlashga qiziqib, aynan o'sha stanok bo'yicha operatorlik, dastur yaratish bo'yicha qiziqib, o'z ustimda ishlab kelmoqdaman. Meni yo'nalishim bo'yicha yangi stanoklar ishlab chiqarilyapti dunyo bo'yicha. Bulardan asosiy joylarda boradigan bo'lsam, Koreyaga borish imkonim bo'lganda borardim. Chunki katta stanoklar, yangi stanoklar chiqib kelyapti. O'sha joyga borib, o'sha stanoklarni o'rganib kelgan bo'lardim. Kelajakdagi maqsadlarimdan bittasi o'z ustimda ishlab, shu soham bo'yicha mutaxassis bo'lib va o'zimdan keyingi yoshlarga imkon yaratib, ish o'rgatib, katta lavozimlarda rahbarlikkacha erish niyatlarim bor. TMKdagi yoshlar, o'zimning tengdoshlarim har doim rivojlanishdan to'xtamasdan o'z ustlarida ishlashini tilab qolaman. O'zbekiston texnologik metallar kombinati kelajakda butun jahon tan oladigan kompaniya bo'lishiga ishonaman. Bu jarayonda albatta men ham o'z hissamni qo'shaman.